Ikki xonali yangi remont uyi qolayotganligi zo'r variantimizda chiqqan. Yunusobod 4-kvartaldan 2 xona, 2-etash, 4 etashli uyimiz. Bu uyimiz g'ishli dom. Hop, bu yog'imizda mana krushimiz bo'ladi, ko'rseri bo'ladi. Chiroyli qilib remontlarni qilib qo'yishgan bu yoqqa mana. Hop, to'g'rimizda srazu mana sanuzel. Ko'rseri bilan rakminani ham qo'yib qo'yishgan. Hop, bu yog'imizda bo'lsa mana oshxona. Oshxonaning ham ko'rseri bo'ladi, chiroyli mana mebellari bor. Bu yoqdan stol-stullar qo'yib qo'yilgan. Balkon 2 yoqda yopib borilgan. Hop. Bu yog'imizda bo'lsa spalni bo'ladi. Mana spalning ham ko'rseri bo'ladi. Mebellar qo'yib qo'yishgan. Bu yoqda ham mana shkaflari bor. Uyimizning umumiy maydoni 51 kvadrat, g'ishli dom uyimiz. Hop. Bu yog'imizda bo'lsa mana zal ham ko'rseri bo'ladi, katta keng. Bu yoqda televizor ham bor. Balkonni mana bu yoqqa qo'shib yuborishgan. Hop, bu uyimiz narxini 69500 so'rashyapti. Ya'ni ozgina o'tib berilgan joy bo'ladi. Bemalol telefon qilib, pastki nomerlarga telefon qilaverasizlar.